Emin Uygur'la Doğu Türkistan meselesinde halk diplomasisinin öncüleri Mehmet Emin Burak örneği. Yani Şarkı Türkistan davasında halk diplomatisinin avantgardları. Muhammed Emin Burak örneği diye yazmasını bizle ortaklaşıyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında ben Arapçada yalğandım makalını. Salondaki sorun sahnedeki yerimi Arap ustazlar, Arap savakdaşlarla tuşutu deb oylab. Şuna davamımızda taxım bek Araplarga İslam dünyasına anlatış maqsadda Arapçada yalğandım ama sorundaki ustazlarımız köp salliq Uyghur olğanlıq üçün Uyghur tilida anlatışını layık gördüm. Doğru düşünüşlerini ümit qildim. Maqalaning temasidan chiqqandek Muhammed Emin Hazratim haqiqatan chet elga chiqqandan keyin o'ziniki yuqorida so'zlandi. Nihoyat muhim, qimmatli bir jumlasi bor. Vatan uchun vatandan ayrilmoq deb. Chet elga chiqqan kundan e'tiboran birinchi qatim, ikkinchi qatim bo'lsin, yana xalqi uchun yani bir kechinimi yani o'ylamay o'tkazmagan. Mushuningki eng beshida buningga ittirgan bir omil aldı bilan Sharq Turkistondagi bir kimlik masalasi muhimdi. Sharq Turkiston dunyodan ayrilib qolayotgan Ikkinchi Dunyo urushidan keyin tadrijiy holatda davlatlarning chegaralari sizilib, hokimiyatli e'tirof qilinib, biz kunimizda tunayotgan ulus davlati, ya'ni davlatlarningki har qaysi territoriyalik huquqlari belgilangan bir vaqtda edi. Muhammed Emin Hazratim 1952 Türkiye'ye kelgandan itibaren yani xalq uchun nima qila olmayman deb eng oldida foydali bir ishni qilay deb qilgan birinchi ishi Hindiston bilan diplomatik aloqaga o'tib Hindistondagi o'sha yerda qapsilib qolgan 1853 atrofidagi 53 ba'zi nimalarda 54 55 deyilayotgan şu 1800-2000 atrofidagi Uyg'ur qarindoshlarimizni Turkiyadagi diplomatik kanallar bilan ko'rishib turib, Turkiyaga kelgani bu birinchi qadam hisoblanadi. Ondan keyin maqolaning temasi xalq diplomatiyasi bo'lganligi uchun buni azroq tushunish kerak. Diplomatiya degan chog'da hammamiz davlatlarning yani vakillari, tashqi ishlar ministrliklari, konsulluk, an'anaviy diplomatiya kallamasiga keladi. Ammo 1950'den itibaren bu taklidi diplomatiya degan yani hukum tedrici halatda kültür diplomasiyasi yani medeniyet diplomatiyasi, xalq diplomasiyasi degandek bir qancha hukumlarga ayrilib qo'llanilgan. Muhammed Emin Hazratim bizning Sharq Turkistonliklarga vakolatan tunji qatim bu xalq diplomasiyasi deganni ma'nosi bilan o'tirg'i chiqargan bir liderimiz hisoblanadi. Bununla muşunda ittirgen bir qancha sebep birinciden Sharq Turkistondagi xalqaro sahnadan, xalqaro itirafildan bir aqada qalayotganligi. Ondan keyin Sharq Turkistondagi bir milyonlagan xalqniki ahvozlarini anglatish uchun bizning mustaqil vaqtdagi imkoniyatimiz, iqtisodiy imkoniyatlarimiz bo'lmaganligi uchun bununki bir çaresi, yani bir çaresi o vakitte şu halkın zulmünü anlatış. Şu devirde yaşap tuğan, şu vatanını azat kılış, halkın derdini dünyaya anlatış bilen tam şu vatanda yaşayotgan halkniki qiyinchiliklarni hal qilish uchun dunyoga echilmasa bo'lmaydiganligi, dunyodagi tajriba ustida turayotgan islomiy harakatlar, qurolliq harakatlar, har xil harakatlarning tajribasini elishga yuzlangan. Ondan başqa xalqqa vakolatan bizniki Sharq Turkiston xalqininki Uyg'ur, Qozoqdan iborat bu ulusal bir kimligini dunyoga tanitish uchun bo'lgan so'rovlarga o'ziniki milliy kiyimlarini kiyish, xalqning har vaqt tarixini to'g'ri shaklda anglatish, ondan başqa xalqimizniki mustaqillik irodasini, mustaqillik ideologiyasiniki vaz kechilmas bir fikir ekanligini bütün so'rovlarda, bütün xalqaro yig'inlarda buni anglatgan. Bununki bir yani asası nimesi Muhammed Emin Hazratimning xalq diplomatiyasidagi harakati mayli Xitoyga yuqorida deyilgandek Chongqingga borgan Nanjingdagi hayoti yoki u yerdan ayrılib Kabulda yaşagan hayoti Afganistondagi, Hindistondagi tajribalari hammasida
yani xalqqa vakillik qilish. Meniki bu yerda bir territoriyada yaşayotgan milliyotgan xalqim bor degan mushu fikrni butun yashagan, kurashgan yoki qatnashgan yig'in, so'rin hammasidan mushuni anglatish bo'lgan. Suratda ko'rganinglardek Muhammad bin Azirtim Turkiyaga kelgandan keyin Turkiyaning shu vaqtdagi tashqi ishlar ministri Fuat Köprülü bilan İsa Yusuf Aliptekin bilan birga kurashgan holati. Vaqt qisqa bo'lganligi uchun meni aldirab o'taman. İkincisi Muhammed bin Hazretim şu devirlerde İslam dünyası meseleleri yani Müslümanlarınki her kaysi devletlerdeki mesela o vakitlarda Palestin meselesi en aldığı çıkan Müslümanların bir meselesi süptüdü. Günümüzde mi şu ahvallar devamlaşıyordu. Bizki yakın bu ahvallar. Muhammed bin Hazretim 1954'te yani ordunda açılgan Palestin hakkındaki yığınlarga katlaşıp şu yerda bizning Sharq Turkistondagi xalqninki birga derdini anlatıdı. İkinci birga gerçi bir yani sürgündeki bir hükümet yoki bir devlet temsiliyeti bo'lmasimi, mushu ulamolarniki yoki devletning temsiliyeti va insonlar bilan vakillik va insonlar bilan ko'rishib xalqimizniki yani istiqloliyat yani hürlük, azatlık iradesini şu sorularda anlatıdı. Suratda on tarafdan üçüncü şahıs yani qap oturda o'tirgan bu ulama Arab devletlerinde şu devirdeki Arab İslam devletlerinde en yani aldıda kelgan ulamalar bilan birga suratga tushgan holati. 1954'deki surati. Bu suratma yani 50. yıllarda Kahire'de yani Mısır'da açılgan yığınlardan keyin Arap devletlerindeki Meyli Mısır yoki Iordaniya her qaysi devletlerden Kahire'ge şu Müslümanlarınki meselelerini anlatış yoki onu qanday hal qilish to'g'risida her vaqt yığın açılıp turuldi. Şu yığınlarga aktif qatnashib turib, hem o'zininki bir xalqning vakili ekanligini namoyon qilish, hem xalqimizniki yani azatlık, istiqloliyat bu arzusini şu sorularda yani xalqimizga vakillik qilgan, vatanimizga vakillik qilgan bir liderimiz. Yani İslam dünyasida umuman yani kimninki şu vaqtda qaysi bir islomiy hareket yoki islomiy jamoat yani aldığı chiqqan bo'lsa, mediada ya şu davrdagi xalqniki nimasida Muhammad bin Hazretim şu kishilar bilan yani aloqaga o'tgan. Masalan, Shimoliy Afrikada Jazoir, Liviya, Marakesh kunimizdagi biz Fas deyotgan Marakesh davlati mushu yerlardagi istimor tecavüzçülükka, baskınçılıkka karşı kılınıvatkan hareketlerinin liderleri bilen yani aloqaga o'tgan, kurashgan, ular bilan kurashib yani xalqninki en azından biz Müslümanlarning bir parçası sizlarning yani sizlarda bizning haqqimiz bor. Biz Müslüman bo'lish salohiyatimiz bilan sizlardan imkoniyatingni yor bergan miqdorda bizga yordam berishinglar kerak deb shunda diplomatik aloqalarda, so'rovlarda xalqimizga vakillik qilgan. On taraftaki bu suratda Muhammed bin Hazretim Rif Mücahidi Abdülkerim degan kishi bilan Qahirada kurashgan holati. İkinci suratda 1950 yili Qahirada yana Muhammed bin Hazretim Marakeshniki yani Marakesh şu vaqtda İspaniya, Fransiyaga qarshi elib borgan yani azatlık hareketlerinin liderleri Fuzayl Vertalani degan kishi va uniki yani yuqori darajalik sabtoshlari bilan kurashib qilgan holatidan ko'rinishlar. Muhammed bin Hazretimninki Hindiston, Pakiston yani hayotidagi diplomasiya tajribasi oldi bilan 1949'da başta Hindistonga keldi, Kashmir orqali. Undan keyin shu vaqtda Hindistonning davlat arboblari bilan ko'rishganligi vasiqalarda bor. İkincisi Muhammed bin Hazretim bununla qolmay yani xalqning dardiga yetish. Yani chet elde şu vatandan ayrılgan yoki ayrılıvatgan xalqlarniki xotirjam bir o'ringa yerlashib olishi uchun Hindiston, Türkiye tarafidagi yuqori darajalik diplomatlar bilan ko'rishib, xalqimizniki dardiga yetish bu birinchi nimasi bo'lgan. İkincisi yani Asiya, Afrika, mushu islom elleridagi bütün cho'ng yig'inlarga qatnashgan.
Muşu to'rt xil yo'linishda Muhammad ibn Hazratimniki diplomatik aloqalarni ko'rib o'tdi. Undan keyin bu diplomatik yana xalq diplomasiyasi harakatida Muhammad ibn Hazratimniki tutgan asosli markazi tabiiyki Turkiyaga kelgandan keyin ham Turkiya vatandoshi bo'lib, Turkiyani markaz qilgan. Undan keyin Turkiyaga, ya'ni o'ziniki sabdoshlari asqi tutgan shu nimalarning hammasini xalqini Turkiyaga ko'chirib kelgan. 1850 atrofidagi Sharq Turkistonlikni Hindiston, Pokistonlardan Turkiyaga kelgan. Undan keyin Türk dünyasida va Arab dunyosida bir aloqa big'ini o'rnatgan. Türkçe yoki inglizcha network degan shu nimaga alayda kuchgan media kanallari, ta'siri bor shaxsiyatlar, ulamolar, undan keyin yuqorida deyilgandek xalqaroliq yig'inlarga qatnashib, yig'inlarda o'ziniki bir xalqniki vakili ekanligi. Sharq Turkistondagi umum xalqniki, shu dunyo düzeniniki, dunyo shu vaqtda qurilgan dunyo sisteminiki halaqa qurboniga aylanib ketganligini butun so'rovlarda anglatgan. Onunki shu xalq diplomasiyasi hareketlerinde asaslı fikri ve hukuki deb ikki yo'lga fikir jihatdan, yani ideologik jihatdan ondan keyin xalqaro qonun shu vaqtda yani oldiga chiqqan. Yoki xalqning haq huquqlarini qo'g'dash, masalan shu vaqtda eng oldiga chiqqan masala Ikkinchi dunyo urushidan keyin haqqu taqriril masir, Uyg'urcha o'z taqdirini o'zi belgilash, millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash degan shu qonunni tatbiqlash uchun butun davlatlarga xat yozganligi. Bo'libmi, masalan, shu arab davlatlaridagi yuqori darajalik liderlar, jamoatlarning arboblari, ondan başqa rasmiy davlatning vakillari, masalan, tashqi ishlar ministrligi bilan kurashganligini so'zladik, masalan, Türkiye ve Hindiston, Pokiston tarafları bilan. Ondan keyin yozgan yozmaları xalqaro mediaga bergan halaqa reportaj nimalarda, ko'rishmalarning hammasida, ko'rishashilda shu xalqaro qonunninki haqqu taqriril masir, ya'ni o'z taqdirini o'zi belgilash degan bu prinsipniki bu prinsipda Sharq Turkiston xalqining haqqi borligini, ammo shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining buningda nəhayət yetersiz qilib qolganligi yoki cho'ng kuchlarniki qo'ldagi bir o'zining nufuzini ishlatib uchun bir sayman bo'lib turganligini tanqidlagan. Bu bir emas, ikki emas, men o'nlarcha materiallarni ko'rsam, hammasida Muhammad ibn Hazratimning shu davrdagi xalqaro qonunni tanqidlaganligi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini tanqidlaganligi, shunglashqa yordamni bizniki insoniy qarindoshlarimiz, butun dunyodagi insoniy qarindoshlarimiz, undan keyin islomiy qarindoshlarimizdan kütkülü butqanligini buni oldiga surgan. Bunun o'zi nima desa, rasmiy e'tirof, davlatning e'tirofi bo'lmasimi, xalqning e'tirofini qo'lga keltirish. Jamoatlar har qaysi islomiy harakatlarniki ularning e'tirof qilishi, yordamlarini qo'lga keltirish uchun shunda tirishganligi. Yana birga chet elda yashayotgan Sharq Turkistonga mansubiyati va butun Sharq Turkistonliklarga ko'ngil bo'lish alayida bir nishoniga aylangan xizmat planiki beshida turgan. Masalan, Taifda Suudi Arabistonning Taifga yerlashgan Uyg'urlarning qashig'i berib, ularningki datlariga dat olib, yig'inlarga qatnashib, ular bilan birga Sharq Turkiston uchun nima ish qila olamiz degan temalarda yig'inlarni o'tkazgan. Turkiyadami har vaqt yuqorida Erkin Muallim degandek Isa Yusuf Aliptekin va boshqa Sharq Turkiston davosida aktiv liderlarimiz xalqimiz bilan intayin chambarchas aloqada turgan. Yani bu yerda bir narsani selishtirishni loyiq ko'rdim. Muhammad ibn Hazratimninki bu xalq diplomasiya harakatida eng oldinda ko'rnarlik bir nimasi, namunasi, harakatiningki namunasi. Jazoirninki shu vaqtdagi yani erkinlik lideri hisoblanadigan qahramoni Abdulhamid bin Badis degan bir ulamo var. O olim kishi musulmonlarni yetaklab şu Jazoirni besib olgan Fransiya, Italiya degandek shu Shimoliy Afrikadagi bosqinchi kuchlarga qarshi jihad qilgan bir ulamo. Muhammad ibn Hazratimninki bu xalqaro qonundan olinmagan bu xalqimizning haqqini eng azından shunda islomiy bir ruhga ega qurol kuchiga tayanib turib tajovuzini qo'g'lab chiqargan bu jamoatga, ya'ni aloqasini bog'laganlik uchun buni o'rnak oldim. Bundan boshqa nurg'un o'rnaklari bor. Masalan, Jazoir xalqi shu vaqtda Fransiya tarafidan
bosqinchilikqa uchragan, yurti ishg'ol qilingan. Sharq Turkistonga naq o'xshash, taqdirimiz o'xshash. Sharq Turkiston islom jo'grafiyasining sharqida, Jazoir g'arbida qolib qolgan, ammo yana oqibat o'xshash bo'lganligi uchun Muhammad ibn Azirtim mushu Jazoirdagi islomiy harakatlar, jihodiy, ya'ni mujohidlar bilan aloqaga o'tgan. Bu Muhammad ibn Azirtimningki Muharabatul Hurriya vel İstimar degan bir 26 sayfalik bir vasiqasi 1959 da nashr qildirib ekan. Buningda boshdan oxiri Sharq Turkiston xalqi mushu Xitoydan iborat bu tajovuzchidan qutulish uchun qo'ldan kelgan butun sohani bunda sinab baqqanligi, tajriba qilib baqqanligi. Hatto Xitoyga berib turib siyosatga olishib bunu sinab baqqanligi, qurolli harakat qilib baqqanligi, ammo tashqi dunyoning yordami bo'lmasa, buni qo'lga keltirmayotganligini boshdan oxiri surib kelib, oxirida mushu vasiqaning oxirlarida Muhammad ibn Azirtim zat biz mushu 2. Dünya urushidan keyin tuzalgan xalqaro tuzilmaniki qurbon ekanmiz deganni ta'sirotli holatda yezib qoldirgan. Onunki bizga qoldirgan xalq diplomatiyasida biz foydalanish uchun yoki biz Sharq Turkistonlik yoshlar liderlarininki o'rnak qilishga tegishlik fikriy va shaxsiyatini bayqash uchun muhim manbalarimiz. Birinchidan Hazratim Afg'onistonda yozib qoldirgan Sharq Turkiston tarixi degan kitobimiz, ikkinchidan Vatan qayg'usi nomli kitobi, undan keyin Muhammad ibn Azirtimning ta'sirli she'rlari va adabiy maqolalari. Ondan başqa nurg'un, ya'ni 13-14 atrofida materiali borligi topildi. Nashr qilingan kitob, maqola degandek. Muhammad ibn Azirtim bu xalq diplomatiyasida o'zi qo'llangan o'zininki o'tirib qo'ygan dasmoyisi, o'zining oldi bilan o'zining axloqi. Kuchli bir islomiy axloqqa ega, liderlik bir salohiyatga ega bo'lgan so'rovning hammasida har vaqt Sharq Turkiston xalqiga vakillik qilgan, vakillik salohiyatini oldiga chiqarib turgan. Undan boshqa Muhammad ibn Azirtimda ona tili bilan qo'shib Anadolu Türkçesi, yani Türkiye Türkçesini intayin yaxshi o'rganganligi, arabcha, farscha nutqlarni yaxshi bilganligi bu uchuq. Ondan başqa Muhammad ibn Azirtimda bu xalq diplomatiyasida o'ziniki quroli bo'lgan eng kuchli salohiyatning birisi, o'zi diniy olim ham mujohid, undan keyin puxta bir siyosatchi. Chunki Çini Türkiston degan atalg'ini elib turib, ya'ni Turkiston degan kalimani arab davlatlariga bunda yoyalagan. Muhammad ibn Azirtimdan ta'sirlanib turib, masalan, arablarning dangliq bir ulamosi bor. Mahmud Shakir. Yani Türkistan-ı Siniye, yani Çini Türkistan degan namda bizniki ahvolimizni, coğrafiyamizni, xalqimizning zulmini, mushu xalqaro siyosatniki bizga, bizning xalqaro siyosatning qurboni bo'lib ketganligimizni nihoyatda yaxshi so'z deydi masalan. Undan başqa bütün so'rovlarda o'ziniki bir Sharq Turkistonlik kimligini hamma so'rovda, yani oldiga chiqarganligi. Eng oxirida Muhammad ibn Azirtim biz Sharq Turkistonlik bo'lib chet elda yashayotgan Sharq Turkistonliklarga bir xalq diplomatiyasininki namunasini, o'rnakini bizga sunib ketdi. Chet ellarda nurg'un Sharq Turkistonlik yashayotimiz, Sharq Turkistonliklarninki ichidan 5% inson Muhammad ibn Azirtimning qilganini qilib qolgan bo'lsa, bizning vatanimiz 10 yilga bo'lmay ozodlanib ketdi. Ben Muhammad ibn Azirtim'ninki kecha kunduzlik hayoti haqiqatan o'zimga ta'sir qilganligi uchun Muhammad ibn Azirtimni haqiqatan chin qalbimdan qaytadan bir eslab chiqdim. O'zimga bir namuna shaxsiyat qilib chiqdim. Mushunda ulug' shaxsiyatlarimiz bor, ammo nurg'un insonlarimiz buningdan bexabar yashayotdi. Buni deyishimdagi sabab men tamam. Bir Marrakeş'te bir mında çoğun sorunga duş kelib qoldim. Sorunda 5 minut gap qilgandan keyin sizlarning eng mashhur kishilaringiz kim bu Xitoy besib olgandan keyin dedi-chu. Derhal Muhammad ibn Azirtimniki Abdulhamid bin Badis bilan Marrakeş'teki mujohidlar bilan u yerda kurashgan suratlarini onu bunu yo'llab qildim. Biz uqmabdimizkan dedi. Ammo lekin ko'rsatkili bo'ldi. Muhammad ibn Azirtimdek bunda shaxsiyatini, ilmini, qobiliyatini, tajribalarini ko'rsatayotgan kishilarimizning chiqishini, yani chin qalbimdan umid qilganligim uchun bunu haqqasanlarga sunmoqchi. Muhammad ibn Azirtimning bütün
materiallardan yoki xalq diplomasiyasi harakatida fəaliyyətlərdən mana xulaslab alğan çağımızda yani Şərq Türkistan xalqınınki hürlük, azadlıq haqqınınki vaqt o'tgan siri Xitoyning o'ylig'inidek vaqt o'tgan siri bu unutulib bir yoqqa chiqib qolgan da'vo degan bu narsa bilan tugamayotganligi. Hamon bir kun yani azadlıqqa xalqimizning erishganligini bütün yozmalardan, maqolalardan, fəaliyyətlərdən ko'rib olib men müşahede to'xtay qolgan tafsilotlarni inshaalloh maqolaning to'liq qismidan o'qib olgaysizlar. Ko'ngil qo'yib tanishganlar uchun rahmat. Alloh razı olsun.